Akmal aka, siz mana har doim yangi ideyalarni izlab yurasiz-da. Qanaqa qilib shu ideya успешный bo'lishini tushunasiz? Har doim ham tushunmayman. Bizda endi biz misol uchun siz nimadir ko'rsangiz, bu o'xshagan narsalarni ko'rasiz-da, o'xshamagan narsalarni ko'rmaysiz, o'xshamagan narsalar o'zi ko'milib ketadi-da, chiqmasdan uncha populyarniy bo'lmasdan shuning uchun bu narsani qanaqadir nisbatan ko'rish mumkin, chunki bu ham opit bilan keladi ozgina. Masalan, umuman qanaqa o'zi bizani qilayotgan narsalar biza mana innovatsiyalarda har xil innovatsiyalar bor. Masalan, bitta bir xil innovatsiyalarda siz izobretать qilishingiz kerak. Nimadir yangi narsa berishingiz. Mana masalan, Apple Vision Pro bu yangi narsa, masalan, qanaqadir ma'noda yoki bo'lmasam har xil texnologiyalarda yoki yangi vaksinalar qilish bu qiyin anaqa innovatsiya. Bizani qilayotgan innovatsiyalar ko'proq olib qanaqadir ko'chiramiz. Copycat deydi. Masalan, boshqa davlatda ishlayapti, biz uni lekin bu yerda ko'chirsangiz ham baribir noldan qurasiz hammasini. Adaptatsiya qilasiz, tekshirasiz, hamma ishlagan narsa bu yerda ishlamaydi. Qaraysiz-da, mana shu narsa mana shu ishlatilyapti yoki bo'lmasam mana shu chet elda shuni ishlatyapsiz-da, yoqyaptimi shu experience? Shu experience-ga bu yoqda ham to'larmidi odamlar masalan yoki tam 5 yildan keyin to'laydimi, yo'qmi deb aniq qilib ko'rasiz. Masalan, prognoz. Anaqada siz kiyim olmoqchi bo'lsangiz, vitrinada turgan anaqani taxminan o'zingizga anaqa fikringizda menga shu to'g'ri keladimi, yo'qmi deb qarab ko'rasiz-ku. Shunga o'xshab o'sha biznesda yoki bo'lmasam nimadir produktda bu yerda ishlaydimi, yo'qmi, bunga bozor topiladimi, yo'qmi, qilishsa kerakmi, yo'qmi degan narsani shunaqangi bir aniq qilib ko'rasiz-da. Hamma proyektlar o'xshamaydi. То есть mana 10 ta proyekt olsak, bir 4 ta 5 tasi o'xshamasligi mumkin. To'g'rimi? Undan ham ko'proq. Undan ham ko'proq.